Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Yaxshi yursizlarmi? Hammalari sog'liklaringiz yaxshimi? Bugun biza medelchida artenziyalarni kesib olib suvga solib qo'ygandim. 1-2 kun bo'ladi suvga solganimni. Shularni hozir chirinka qilmoqchiman. Bakalashkani teshib olib drenaj o'rniga tagiga tosh soldim. Biyog'imiz o'rniga kompostdan foydalanamiz. Shu kompostdan foydalanamiz. To'ldirib olamiz. Kompost bilan joyga sochilib, sachrab ketdi. Xo'sh, bo'ladi mana shuncha. Bo'ladi shuncha en bilan kesib olamiz. Har bittasini 2 ta pochka qoldirib kesamiz. 2-3 ta pochka qoldiramiz. Mana sharasidan kessak, buyog'iga tomir chiqadi. Mana sharasidan kesamiz hozir. Yana ko'rsatib boraman sizlarga. Kesib olaman. Yana kesganlarimni ko'rsataman. Axlatlari bilan yaxshi emaslari hammasini kesdim. Bo'shatib oldim. Qurgani qolibdi. Qurimagan mahsulotlar. Asosiyisini taxlab oldim. Ana 2 ta pochka tepaga qolib, buni tozalaymiz. Tozalab pochkani ichkariga kirgizamiz. Xuddi shu tarzda bunisini ham tagini tozalab prozrachni idishga qildim, baklashkaga qildim, shtobi ko'rinib tursin. Amalga kirganlarni ko'rib turaman. Osonda bu. Garshukka uncha ko'rinmaydi. Tomir yurganlari ham, nimalari ham. Taydan tozalab oldim. Olaman juda ham jaf-jaf qilaveraman. Erta kuzga buni boshqa tuvakka ko'chirib olaman. Nasib bo'lsa, tuvakka ko'chirib ko'raman amalga kirganlarini. Birinchi marta qilganlarim olgan. Uni issiqdan oldin qilgandim. Mayni boshlariga bir 10 kun bo'ladimi, 15 kun bo'ladimi? O'sha olgan. Buni endi ko'ramiz. Bunisini ham ko'ramiz. Yog'dan ko'ra nima ketadi bizdan? Mehnat ozgina mehnat ketadi. Xuddi shu tartibda to'ldirib olamiz. Tozalab olamiz hammasini. 2 ta pochka qoldiramiz. 3 ta qolibdi. 3 ta pochka qolibdi. Tepasiga 2 ta qolaversin. 2 ta qolaversin. Ko'ramiz. Shu tartibda joylab chiqamiz. Suvni solib olamiz bir qator. Shu bilan keyin suv solmaymiz-da. Hamma joyga bir tekis solamiz.
shu bilan so'maymiz. Og'zini yopib olamiz endi. O'zini yarim tarafli idishi bor. Shuni yopib olamiz. Juda ko'rinib turishi kerak. Qaysi quridi, qaysi qurmadi, qaysi amalga. Hammasini ko'rib borishimiz uchun kerak bo'ladi. Ana 5 talik baklajkamiz. Ixchamgina qilib qo'ydik. Ko'rishga qulay, tomirlarni ham ko'rishga qulay juda ham. Gartenziya chirinkalarimiz уже tayyor. Уже bug'lanishni boshladi. Sirkulyatsiya jarayonlari kechmoqda. Bunisiga ham ikkita baklajka qildim. Bunisiga hali inna bog'lanadi. Takib bog'lanib kelyapti. Buni ko'rib bemalol nima voqealar bo'libdi bilib boramiz. Kanalimizga obuna bo'ling, podpisatsiya bo'ling. Bizni kuzatishda davom eting.